Maza qilib uxlab turibman. Endi ishlarni qilish kerak. Birinchi ketmonim avvali. Mana oldim ketmonni. Sabzi ham olamiz. Ochamiz yashaydi. Endi fermada ishlash kerak. Qaniysan? Qishloqi. Ye haromi. Bor yo'qol. Yo'q haromi. Tur yo'qol. Tur yo'qol haromi. Tur yo'qol. Tur yo'qol haromi. Tur yo'qollaring. Ifloslar yomon kelishib oladi. Ay, uryapti. Ay. Do'stlar buni o'ldirmasa o'zlaricha to'polon qilib olishar. Iflos yana bittasi bormikan? Haromi qayerdan kelding sen? Tur yo'qol. Hop, ana do'stlar. Ana ulardan tushgan bo'xtni tashlaveramiz. Endi bemalol polizlarni yig'ishtirsa ham bo'ladi. La'natlari. Deb qo'ysa hammasiga olishadi. Hop, do'stlar. Qishloqni qaranglar, to'g'ri. Men mo'ladi bir bu yoqqa tashlab kelmasam, asabimga to'g'rishyapti. Men oldim. Qishloqlar hammasi men fermerni moldiga olishadi. Hop, tezroq olin sen ham. Ketganini qarang. Qolib ketdi bittasi. Qo'ydik. Aradik, verdik, sabzilarni ekib chiqamiz. Hop, mana ekdik. Chola-pucha ekib yuboramiz. Bizga mo'jna-yu. Bu bizni fermamiz. Xo'sh, endi do'stlar buni merga berib kelamiz. Mer buni olib bizga oylik beradi. Mer kirsam bo'ladimi? Ha, kir. Hop, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Mer, mana sizga mahsulotlar. Ha, yaxshi. Mer, ishingiz bo'lmadimi? Xapasiz? Ha, meni oltin olmoslarim yo'qolib qoldi-da. Ha. Sen top bera olmaysanmi? Iltimos top bersang, men senga bir stak olmos berardim. Mayli, top beraman, qidirib ko'raman. Yaxshi bo'lasa, tezroq top bersang, bo'lmasa u oyligidan tushmay qolishi mumkin. Chunki oylik pullari ham yo'qolib qoldi. Xo'p. Bo'pti, mer, men topib kelaman. Hop. Do'stlar, merli puli yo'qolib qolibdi. Endi nima qilamiz? So'z ketmonimiz qo'yib chiqamiz. Endi keyin qilich bilan tapurni olib izlashga tushamiz-da. Nima qilasiz? Biz bu qishloqning itimiz-ku. Merni itimi. Nima deysiz? Merni itiman-u men. Hamma narsasini topib, hidlab topib beraman-u. Mash qishloq cho'ta podozrительныйdan menga. Har kuni shu uydan chiqmaydi. Avval do'konga borib kelaychi, mana u do'konchidan so'rab ko'raychi. Kirsam bo'ladimi? Ha, kirding o'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Merli puli yo'qolib qolibdi, ko'rmadingmi sen? Yo'q, sen olmading. Sen jiydimisan, men qani olaman, o'zim boyligim yetib turibdi. To'rtta oldim. Ha, olaver. Hop, rahmat. Bo'pti, sog' bo'l. Hop, sen ham. Xo'sh, do'stlar.
Juda yomon bo'pti-ku, oyligimiz tushmay qolishi ham mumkin ekan. Mo'yladi, qarab ko'raylikchi. O'yladi, yo'q. Qishloq, sen erini boyligini ko'rmadingmi, yo'qolib qop. Yo'q, qadam bilaman, tur yo'qol deyapman senga Hamid to'yg'izishdi. Ha, xo'p. Va iflosmon yana keldi, do'stlar. Qochamiz. Qoch. Qochib oldik, do'stlar. Do'stlar, menda bitta reja bor endi. Shuni qilib ko'rish kerak. Огород qaraynichi. Yo'q, bo'ladi, yo'q, oddiy. Mana shu 2 etajli uyda yashagan qishloqidan men подозрительныйman-da. Do'stlar, qishloqni poli qizil bo'lib qoptimi? Bu tosh bo'lishi kerak emasmidi, do'stlar? Aytdim mana cho'ta подозрительный deb. Taq, qishloqqa kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Rostdan kiraveraymi? Yo'q, kirma. Kiraveraymi deb so'radim. Bosib kiraman. Nima kirdi? Qishloqqa senga hozir zo'r narsa beraman-da. Ketib qoldi xafa. Men sen dadamga aytib beraman. Men bor xoddingga ayt menga desa. Qishloq qara. Manovi sabzi senga. Shuni olib borib shaharda aylanib ko'kola yeb ke, xo'pmi? Sen meni yosh bola ko'ryapsanmi? Tur yo'qol dedim senga. Qarab tur. Do'stlar. Qarab turibdi, do'stlar. Endi ketishini kuzatamiz. Biroz cho'tira ketmayapti u. Orqasidan aylanib o'tamiz. Bosh do'stlar. Ona turibdi. Uyning oldiga keldi. Hurmatli. Do'stlar ketdi. Ketdi do'stlar menimcha, ha. Ana ketibdi. Biraz uyga kirib olamiz. Qishloqqa sen nima qilyapsan bu yerda? Tur yo'qol. Hop, urmang. Turish yo'qolish ikkovingam. Do'stlar, qo'lini olib ko'ramiz. Voy, dod, yordam beringlar, zombilar, voy dod. Do'stlar, jitil o'lib qoldi. Xonadonlarni tekshiraylikchi. Yo'q, mana stolda olib yopib qo'ymasa, hamma jitil tushib ketadi buning ichiga. Bechora jitil. Yaxshi bola edi. Ushbu videoda ikkinchi qismini 50 ta likedan keyin chiqaraman. Hammaga xayr.